Bugun sizlarni o'zim bilan zo'r joyga olib ketaman. Faqat undan oldin 1,5 soatlik ukladkaga chidolisizlarmi? Sizlarni bilmadim-u, lekin men zo'rg'a chidayman. Keyin bo'lsa o'zim eng yaxshi ko'rgan magazindan muhim uchrashuv uchun kiyim ham oldim. Bu bir shunaqangi ko'pligidan sizlarni ham qiynamay, qilib oppoq kostyumchalarni takoy lyo'qga qo'ndirib oldim. Ishoninglar, bu joy qizlarga ham, bolalarga ham bir xil yoqadi, chunki bu yerda 100 dan ortiq mashinalarning prezentatsiyasi bo'layotgan ekan. Shuncha mashinalarning orasidan men o'zimni sevganimni topdim. Bu bo'lsa Geely Holding Group'ning Link & Co brendidagi avtomobillar edi. Yuringlar, bu to'ychani sizlarga ham ko'rsataman. To'g'risini aytsam, men bu mashinani flagman avtomobillar qatoriga bemalol qo'sha olaman. Ayniqsa jasadi katta mashinalarni yaxshi ko'radiganlar olsa bormi, bay ko'zinglarni quvnatadi-yu. Menga eng yoqqan taraflardan bittasi bu uni ichki komforti. To'liqroq ma'lumotni bo'lsa, konsultantni o'zlaridan eshitamiz. Bu avtomobilimizning salon qismining afzalliklari Harman Kardon akustika sistemasi bilan jihozlangan. O'rindig'ining 6 tasida ham massaj, abdufavograf funksiyalari bor. Avtomobilimizning head-up displaysida katta qilib kino ko'rsangiz bo'ladi. Buni obshivka qismlari nappa ko'jadan ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizning monitori ham OLED texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Mana orqa monitorlarimiz 32 dyumli bo'ladi. 4K razresheniyada ko'rsatadi. Bu ma'lumotlarni sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Shu videoni ko'rib turgan har bittangizga eng kamida shunaqa mashinalar nasib qilsin.